Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli tadbirkorlar, bankimiz mijozlari. Bugun navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvga yig'ilganmiz. Bankimiz tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib kelinmoqda. Bundan asosiy maqsad bankimiz tomonidan mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish, tadbirkorlarning muammo va takliflarini o'rganib borish, ijobiy hal qilish orqali ish o'rinlari yaratishdan iborat. Bugungi uchrashuvni tadbirkorlar bilan uchrashuvni boshlaymiz. Hurmatli tadbirkorlar, hurmatli mijozlar, kimda qanday muammo va takliflar bor? Eshitamiz. Ijobiy hal qilish chorasi ko'ramiz. Men Qoloqbo'y Jamshidbekman. Fermer xo'jaligi. Menga 19 yil bilan mineral o'tga kredit ajratishni so'raymiz. Xo'p, Qoloqbo'y Jamshidbekning o'zlari rahbarisiz. Sizga hozir 17 million, 19 million mineral o'tga kredit ajratib berish kerak, to'g'rimi? Bu murojaatingizni ko'rib chiqib ijobiy hal qilib berish chorasini ko'ramiz. Natijasi ma'lum qilinadi. Rahmat. Yana kimda? Men tanışıp qarashlardan javobini o'zimizning bankimizdan menga tadbirkorlik uchun 17 million kredit ajratishni so'radim. Xo'p, Shoymardan O'tkir aka, bu murojaatingiz o'z bankidan nima yo'nalishga kirmoqchisiz? Chorva yo'nalishga. Bizda bankimizda biznesga ko'mak bank mahsulotlari bor. O'zini bank qilib, o'zining bankining ta'minlagan fuqarolarga tadbirkorlikka ko'maklashishga biznesga ko'mak kredit mahsulotimiz bo'yicha murojaat qilyapsiz. Buni shu yo'nalish bo'yicha murojaatingizni ko'rib chiqamiz, ijobiy hal qilib berish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Yana kimdan? Men Ro'yan Muhidor, o'zim bank qilganman. 30 million kredit berishingizni so'rayman. Qaysi mahalladan? Alangondan o'z bank qilgansiz. Sizda bu 30 million kreditga mahalla loyihasi doirasida kredit mahsulotlarimiz bor. Murojaatingizni o'rganib chiqib, ijobiy hal qilib berish chorasini ko'rib, natijasi bo'yicha ma'lum qilinadi. Rahmat.